Assalomu alaykum. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda til o'rganishdagi eng katta muammolardan biri, ya'ni so'zlarni yodlab qola olmaslik haqida gaplashamiz. Ha, siz hozir o'ylayotgandirsiz. Yodlayman, ertaga esimdan chiqaraman. Aynan ushbu muammoni biz o'zimizning tajribamizda 2000 ga yaqin boshlang'ich o'quvchilarimizda ko'rdik va bunga yechim sifatida 3 ta usulni sizga aytib ketmoqchiman va bu 3 ta usul orqali so'zlarni siz mustahkam va chuqur o'rgana olasiz va eng muhimi 3 barobar tezroq. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki video oxirida rus tilini filmlar orqali tezroq o'rganish haqidagi metodikani ham ulashib ketaman. Ushbu metodikani o'quvchilarimiz juda ham yaxshi natijalar bilan qo'llashgan. Odamlar so'z yodlashda 3 ta eng katta xatolarga yo'l qo'yishadi. Ya'ni birinchisi, yodlaydi, lekin hayotda ishlatmaydi. Ikkinchisi, so'zni matndan uzib yodlaydi. Miyaga bu bog'lanmaydi. Uchinchisi, miya so'zni zarur deb o'ylamaydi. Shu sababdan ham 24 soatning ichida miyadan o'chirib tashlaydi. Aynan hozir o'rgatadigan usullarim orqali ushbu muammolarni bemalol bartaraf qilishni imkoni bor. Xo'sh, birinchi bosqich bu o'quvchilar so'zni yodlaydi, lekin gapda ishlatmaydi. Til o'rganish jarayonida so'zlarni oddiy yodlash ishlamaydi, chunki so'z alohida ma'lumot sifatida miyaga qabul qilinadi. Kontekst metodi bu so'zlarni alohida yodlash. Misol uchun, speshit shoshilmoq. Agar siz ushbu lug'atni shu ko'rinishda yodlaydigan bo'lsangiz, u miyangizdan tez o'chib ketadi. Lekin boshqacha ko'rinishda yodlaydigan bo'lsangiz, misol uchun, я спешу на работу, мне надо спешить, ты почему спешишь? Shuning uchun kontekst usuli eng kuchli metodlardan biri. Bu usulni kundalik hayotingizda shunday ishlatsangiz bo'ladi. So'zni yodlaysiz, 3 ta gap tuzasiz va gapni 3 marotaba baland ovozda takrorlaysiz va real hayotda bir marta bo'lsa ham ishlatib ko'rasiz. Shundagina lug'at sizning miyangizga joylashadi. Endi ikkinchi bosqich, so'zlarni tasvirlar bilan eslab qolish. Ko'pchilik so'zni alohida kartochkalarda yodlaydi, lekin miya aloqasiz ma'lumotni 24-48 soat ichida o'chirib tashlaydi. Bu muammoning yechimi vizual va emotsional assotsiatsiya qilish, ya'ni so'zni kichik bir voqea yoki real hayotdagi o'sha sahnalarga bog'lash. Masalan, осторожно so'zi, ya'ni ehtiyot bo'l. Bu so'zni oddiy yodlasangiz esingizdan chiqarib yuborasiz. Lekin uni kichik bir hayotiy voqea bilan bog'laydigan bo'lsangiz, u esingizdan chiqib ketmaydi. Qishda ko'chada yo'llar muz bo'ladigan bo'lsa, kimdir sizga uzoqdan turib осторожно deganini eslaysiz. Yoki bo'lmasam, metroda eshiklar yopilayotgan paytida oldingizda turgan inson осторожно deganini eslaysiz. Miya vizual ko'rinishni tezroq eslab qoladi va u miyada saqlanib qolishini, ya'ni eslab qolish qobiliyatini 2-3 barobarga oshiradi. Assotsiatsiya qoidasini oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, so'zni olasiz, uni hayotdagi bir vaziyatga bog'laysiz, tasvirni 3 soniya ko'z oldingizga keltirasiz va so'zni yana bir bor takrorlaysiz. Ana shu jarayon so'zni uzun muddatli xotiraga aylantiradi va so'zni tez eslab qola olasiz. Xo'sh, endi oxirgi 3-bosqich. Miya so'zni zarur deb hisoblamaydi. Shu sababdan ham 24 soat ichida o'chirib tashlaydi. Miya biror so'zni 1-2 marta takrorlaydigan bo'lsa, ya'ni ko'rib qoladigan bo'lsa, uni tez esidan chiqarib tashlaydi. Bu tabiiy miyamizning himoyalash mexanizmi hisoblanadi. Bunga qarshi eng kuchli yechim esa intervalli takrorlash metodikasi. Bu ilmiy asoslangan sistemaning takrorlanish vaqtlari 10 daqiqadan keyin, 24 soatdan keyin, 3 kundan keyin va 1 haftadan keyin. Misol uchun yangi so'z объяснить, ya'ni tushuntirmoq. Bu so'zni 10 daqiqadan keyin takrorlaysiz, 1 kundan keyin, ya'ni 24 soatdan keyin yana takrorlaysiz, 3 kundan keyin yana takrorlaysiz va 1 haftadan keyin ushbu so'zni ishlatishni boshlaysiz. Bu sikl so'zni qisqa xotiradan uzoq xotiraga o'tkazadi. O'quvchilarimiz ushbu metod orqali bir oyda 250-350 ga yaqin so'zlarni mustahkam o'zlashtirishgan. Razgovor.uz onlayn rus tili maktabi bilan siz 3 oyda 0 dan razgovor darajasigacha chiqishingiz 100% kafolatlanadi. Darslar onlayn formatda Telegram platformasida bo'lib o'tadi. Bu degani siz bir kunda 25-30 daqiqa vaqt oralig'ida sarflagan holda rus tilini bemalol erkin o'rgansangiz bo'ladi. Bizda haftada 7 kun mobaynida dars bo'lib o'tadi. Ya'ni 3 kunida siz grammatikani video darslar orqali o'rganasiz. Undan tashqari 3 kunida esa
Ustoz bilan individual jonli razgovor darslarini o'rganishni davom ettirasiz va haftada bir kun musiqali darslar bonus sifatida qo'shib beriladi. Bundan tashqari har bir grammatika darslarida sizga lug'atlar ularning audiolari bilan birgalikda testlar va uyga vazifalar ham topshiriladi. Bugungacha bizda 1715 dan ortiq o'quvchilar kursimizda o'qib, allaqachon rus tilida erkin muloqotni boshlashdi. Shu sababdan ham natijaga, ya'ni 100% natijaga biz qonuniy shartnoma asosida kafolat beramiz. Biz bilan birgalikda rus tilini 3 oy ichida o'rganib, erkin razgovor darajasigacha chiqmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havolani bosib, kursdan ro'yxatdan o'ting, ya'ni o'zingizning telefon raqamingizni yozib qoldiring. Sotuv menejerlarimiz albatta sizga aloqaga chiqib, yanada to'liqroq ma'lumotni berishadi. Demak do'stlar, bugun sizlar bilan til o'rganishdagi so'z yodlashning 3 ta asosiy metodikasini o'rgandik. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang va bu videoni so'z yodlashda doim qiynalib yuradigan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Qiziqarli kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. На свою дугу мне навстречу только ветер. Не светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы раскрасимся, репиты, подарим ему улыбку, я мометь, извините, не пишите, не звоните мне. Каким бы трудным ни был путь, иду, куда глаза глядят и куда ноги ведут.